Hammaga salom bolalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bolalar, men birinchi marta o'z YouTube kanalimga video qilib, o'z ovozimda video qilib chiqaryapman. Endi men yangi YouTube kanal ochganman, juda mashhur emasman. Endi ozgina bo'lsa ham poddershka qilib ko'tarishga yordam bersanglar yaxshi bo'lardi. Bugungi videomiz bu Vyjvaniya. Vyjvaniyani общий uyni katta qilib, nima ish qilib nima bo'ladi, ferma qurib, shunaqa narsalar qilamiz. Hozir men birinchi marta video olyapman, ozgina hayajonlanyapman, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun poddershka qilib qo'yasizlar deb umiddaman. Demak, biz Vyjvaniyani boshladik. Mana bu orqamda nima qilyapti bu? Nima qilyapsan? Hech narsa qilmayotgan. Bo'lmasa videoni boshladik. Birinchi biz daraxt kesishdan boshlaymiz. Bolalar, like, obuna bosib qo'yinglar. Bu kanal rivoji uchun yaxshi bo'ladi. Agar shu rivojlanib ketsam, agar 100 ta obunachi bo'lsam, bir kishi bilan birgalikda Vyjvaniya qilib, video qilib yasaymiz. Shuning uchun like, obuna bosib qo'yinglar. Yana ozgina yig'sak agar, keyin mana shuni almashtirib ozgina nima qilamiz. Keyin men haqimda nima ozgina taassurotingizni, o'zingizni fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Nima yoqadi, qanaqa video qilsam yoqadi, o'z fikringizni yozinglar. Har bitta odamligini, har yozgan kommentariyasini o'qib chiqaman. Bo'lmasa yana 20 ta kessak agar hammasi to'g'ri bo'lardi. Mana shu daraxtni bo'lsam, bitta uy yasayman. Kravat. Boshqa narsalarni yasaymiz. Ham yetadi. Endi tekst joyiga qo'yishimiz kerak, joy kerak. Bilan qanday chiqaman? Bu yer bo'lmaydi, ana yer bo'ladi. Obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men hozir nima desam bo'ladi? Endi qilyapman-ku, hali buncha bilmayman. Endi shu bilan YouTube kanalni rivojlantiraman. Bundoq qilaman, qiziq videolar yasayman. Sizlarga yaxshi videolar yasab qo'yaman. Mana shularni bo'lmaydi deb bo'ladi. Mana shu yerda yasasam nima bo'ladi? Qanday deysizlar? Shu yerda yasasam agar kattaroq qo'yib kerak emas-ku, mana shunday. Mana bu yer bo'ladi. Bitta mana shularni almashtiramiz. Bitta verstak. Keyin bu olamiz. Keyin bitta uy yasay birinchi, keyin o'z narsalarini qo'yib chiqaman. Agar uy mana shuncha qilsam yetar, bolalar, nima deysizlar? Mana shuncha yetar. Mana shuncha. Bunday. İlk
ikkita joy eshikka qolsa bo'ladi. Mana qo'yib chiqay endi. Bolalar, men hozir telefonda video yasayapman, video joylayman. Shu bilan yangi kompyuter olaman, yaqinda duo qilinglar. Yaxshi kompyuter olaman, yaxshiroq video chiqaraman. Keyin shu bilan rivojlanib ketarman balkim deyman. Shu bilan obuna bosib qo'yinglar. Ya qolmadi-ku. Ikkita bo'ldimi? Ikki qator bo'ldi endi. Versak nimalar berib qo'yay. Yana ozgina daraxt chopamiz hozir. Hammasi chotki bo'ladi. Bunday. Bo'ldi. Endi daraxt chopamiz, ketdik. Bitta mana buni chopay. Bitta burib kirkayasay. Nima tapur. Kirka deyapman. Bolalar, agar adashsam agar menga nima qilmanglar. Men ko'p adashaman o'zi. Birinchi marta videoda bu bolalar. Endi ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Bo'ldi bunisi endi. O'yinning rangi har xil bo'lsa, hech narsa bo'lmasa kerak ekan. Bitta, yana ikkita daraxtni o'ray, keyin o'yinni bitiray. Keyin divan, boshqa narsalarni yasash kerak. Keyin och qolaman-ku, nima? Quyonlar, jo'jalar o'shalarni o'ldirib, ana sigir ekan ana. Meni oldimga kelgan. Esi chiqarim. Cho'chqa yemayman. Tapuram sinadi. Ana uni yesam bo'ladimi yo'qmi? Ya ana sindi. Shu joni buncha qattiq. Ölmedim ya. Yulduzdan yig'ish kerak. O'sha tun bilan toz zombilar keladi. Давай, tez. Давай, tez. Vay, o zombilar keladi. Birinchi nima qilay? Eshik kerak, eshik. Mana buni olay. Mana shu yaxshiroq. Bolalar, agar o'yinni xato yig'ayotgan bo'lsam, hayron qolmanglar, chunki shoshyapman. Oz zombilar kelsa yo o'rgimchak kelsa agar hech narsa qila olmayman hozir. Nega qo'ymayapti? Ana.
Endi tomni yopaman. Endi bunisi bilan yopaychi, bir xil bo'lsin. Bolalar, bu videoni ozgina tezroq qilaman. Hozir tomsi joyini yopsam agar qorong'i bo'ladi-ku, men qanday keyin nima qilaman? Axir bir gap bo'lar. Yetmay qoldi. Bu yetarmikin endi? Va yetmaydimi? Va yetmadi-ku. Birga qarang. Boshqa blok yo'q, hamda yo'q. Buni qo'yaychi. Yo'q, kerak emas bu. Hozircha mana bu yerda bitta uxlab dam olsam zo'r bo'lardi. Voy, yaxshi qolinglar. Voy. Ana kun ham yorishdi. Endi bemalol ishlasak ham bo'ladi. Endi daraxt urish kerak. Bitta menga taporim kerak. Cho'chqami bu? Cho'chqa oromda bo'lmasa yerda. Bu cho'chqa emasmi? Cho'chqa ekan. Ana bitta tapor yasak. Tez davay. Qani. Endi mana buni olamiz, taporni olamiz. Yana nima qilamiz? Mana buni olib bitta tomni yopaylik. Mana bu eshik yaxshiroqmi yo'q? Mana bu eshik yaxshiroq, chunki nima ozgina bo'lsa ham beradi-da. Yorug'lik. Buni tezda sindiramiz. Qani? Ana. Bu juda o'ta go'zal bo'ldi-da bu. Bu ham yetmadi. Yana ikkitami? Yana ikkita dona kerak. Qani tapor bor. Endi tezroq daraxtlarni o'ramiz. Bu nima edi bu? Toshbaqami? Toshbaqa. Chuqurga tushmayapsan, sen meni o'qitasan. Malatchi. Bu daraxt uyimizning yaqinida agar eksak agar tezroq o'sarmidi deymanda. Ikkita manga 3 ta bor ekan. Bittasi bu yerda, bittasi mana bu yerga. Bo'ldi. Kech endi uramiz. Endi daraxt. Mana buni nurmisiz. O tapor singuncha nima qilaveraman? To singuncha. Uraveraman. Chunki daraxt ko'p narsaga kerak. Yoz chuqurmi bu yer? Voy, tushimga ozgina qoldi ya. Sekin. Oxirgisini bo'ldi. Qani. Voy, bu yer opasniy joy ekanda. Bekor bu yerga quribman uyni. Hali tushib ketsam agar uni boshqatdan qilaman, lekin uyni topolmayman.
Bolalar, keyingi videoda biron kishi bilan yana onlayn nima qilaylikmi? Vyjvaniya. Tabor singani yo'q. Ana shu kerak. Mana bu nimasi ham kerak bizga. Blok beradi-ku. Shunaqa bilan divan yasaymiz. Yesindi. Qattiq davay. Qani. Versiyaga kiramiz. Buni hammasini olamiz. Qani. Bitta sunduq ham kerak-a? Sandiq. Ana shuncha narsa yasab bo'lar ekan. Divan qani? Divanga yana ikkita kerak ekan. Yana ikkita qo'y. Hozir bizga yana tapor kerak. Bizga yog'och yo'q-ku. Hozir qanday bu? Bizga 1-2 mana shuncha olaylik. Bitta qilich, ikkita tapor olamiz. Bitta sunduq olamiz. Hozircha bo'ladi. Keyin biz bitta nima qilaylik bo'ldi. Yana tun tushdimi? Buncha tez tushyapti. Sunduqni bu yerga qo'yamiz. Bularni bu yerni yopaylik. Ana yopdik. Bitta endi shamga nima kerak? Buni qo'yamiz. Bu go'sht kerak, bu kerak. Buni tashlaymiz hozir. Buni ham tashlaymiz. Bu kerak. Bu kerak. Bu hozircha mana bu yerga tursin. Tapor bor-ku, bu zapasnoy tursin, mana bu yerga tursin. Bu yerga tursinmi? Turib tursin. Endi biz kechishdan ikkita qo'yni uramiz. Keyin davom ettiramiz. Qani hozir bitta ko'raydi u yerda. Versiyaga kiramiz. Sham uchun nima kerak? Olov uchun bitta ko'mir, 3 ta yog'och bunaqa kerak ekan. Keyin yana ozgina daraxt yig'ib, ishqilib nima qilib fanar qo'yish kerak. Divan, kreslo, kreslo boshqa nima desam bo'ladi. Divan. Bo'ldi, unaga chiroq qo'yamiz. Keyin nimaga? Chuqurlar bor ekan-ku. O'sha yerni qidiramiz. Shu bilan bu nimaga? Shu bilan bolalar bugungi video tugadi. Keyingi video mana shu videoda agar 50 ta like yig'sa ikkinchi qismi chiqadi. Qo'llab-quvvatlab like, podpiska bo'lsanglar deb umid qilaman.